20 gradusdan oshib ketmagan temperaturada ursalaring, undan ham sovuqroqda ursangiz, ya'ni qancha sovuqda ursangiz, shunchalik tirishingiz zo'r chiqadi buni. Tong saharda urib qo'ygan yaxshi yoki kech payt urib qo'ygan yaxshi. Valigidasi? Yo'q, bilinmaydi. Bu tirishnalar yo'q 100% tekis bo'lmaydi, qayerdadir qoladi, lekin xunuk bo'lib qolmaydi. Masalan, bu obrazda ham hozir sizga ko'ringan yo'q izlari, lekin shu obrazda ham bor hozir izlar. Oq rangga kalorovka qo'yasiz bo'ladi, o'zi odatda oppoq rangda bo'ladi. Biz o'sha obrazga qora tayyorlab olgandik, o'shandan qolgan obraz bilan ishlab beryapmiz. Mana oqini ham ko'rsatib o'tadi mana. Agar oq qilsangiz, patologlarga, masalan, patologda bakoviylarga ursiz bo'ladi, televizorda orqalariga, o'sha kerakli dekoratsiya joylariga ishlasiz bo'ladi mana. Oq ursangiz buni holatda chiqadi. Shu turasiz. Keyin buni surishda ham imkon qadar kalta dvijeniya bilan surasiz. Masalan, buna qilib pastdan tepaga qilib tortib qo'ymaysiz shpaklovkani singari. Buni ham sal chalkashtirib tortish kerak ikki holatda. Qanchalik qalin tortsangiz, tirishingiz katta bo'lib chiqadi. Agar yupqaroq tortsangiz, mayda chiqadi tirishingiz. Qayerindir yupqaroq, qayerdir qalinroq qilib qoldirsangiz ham bo'ladi, chiroyli chiqadi bunday. Keyin qayerda bunaqa chiziqlar qolsa yo'qotishga urinmang, sababi buni silliq qilib tortish qiyin. Baribir bu chiziqlarni yo'qotish qiyin bo'ladi. Keyin qayta orqaga qaytganingizda matlar titilib ketishi mumkin-da. Bu sirazu 2 minut, 3 minut ichida reaksiyaga kirishni boshlaydi. O'shuning uchun imkon qadar o'tib ketgan joyingizga qaytmaslikka harakat qiling. Birdaniga urib ketishingiz kerak-da. Masalan, bitta bugildan boshlaysizmi, keyin qaytib to'xtatmasdan o'shaga yetib kelishingiz kerak. Hozir stikovka qilishni ham tushuntirib beraman buni tortib olgandan keyin. O'zim to'sib qo'ymayapman. Buni stik qilishi qaranglar, masalan, bir joydan boshladingiz deylik, patoloyda qirg'oqdan. Burchakdan boshlaydigan bo'lsangiz, qaytib kelishingizga bir 2 metr qolgan paytda o'sha shogirdingizga aytasiz, mana lakidan o'sha birinchi boshlagan joyingizga 2 sm mindirib turib, ozgina surkab qo'yadi. Keyin bergan paytingiz o'sha yerga yana siz ham o'sha 2 sm joygacha buni ozroq bir-birini ustiga mindirib bersiz bo'laveradi. Qurigandan keyin bilinmay ketadi. Sabali yorig'iga qo'shilib ketadi, o'sha hisobiga stik kattaligi bilinmay qoladi. Yani katta devorlarga ishlamoqchi bo'lsangiz, imkon qadar 2 kishi yoki 3 kishi ishlanglar. Masalan, bir kishi qilib ketganda, masalan, katta joyda qiladi, o'sha past qilayotganda tepa qurib qoladi, choki qiynaydi, o'sha titilishni boshlaydi. Katta joyda obязательно 2 kishi, undan ham katta bo'lsa 3 kishigacha qilsa bo'ladi. Masalan, bir-birini sloyni bir xilda tortib ketsa, biri yupqa, biri qalin tortmasdan kelishib olishadi. Keyin qanaqa yana tushunmagan nimalar bor bo'lsa, so'rasangiz ham bo'ladi, qanaqadir yana savollar bo'lsa. Ya bu rasxotini sizlarga aytib ketay. Rasxoti birinchi o'sha tilla berdik-ku, tilla o'rtacha 10 kvadratga yetadi 1 kilosi. 1 kilo bergan holatda. Keyingi bergan lakimiz bunisi 15 kvadratgacha beradi. Masalan, 2 kilo bergan holatingizda ham 15 kvadratga yetadi 1 kilosi. Bu vensankani o'zi olishda 1 kvadratga 1 kilo hisoblab olasizlar. Vensankani ham 2 xili bor bizda. Bu stukko degani bor. Stukko asosan bunaqa qilib chaqlab ishlanishga ishlatiladi. Keyin bunaqa qora etiketgada vensiano degani bor. U asosan shu krakelurga ketadi.
Ikkovini tarkibi ikki xil. O'shaning hisobiga bundan ishlatganlar ma'qulroq, keyin arzon ham, narxi ham arzon chiqadi. Hali 1 kilo ketgani hisobiga summalar yetishib ketmaydi. Buni ustiga mashina tartish kerakmi? Tekis tartsa bo'laveradi mana siz. Bundan tekisroq tortsangiz ham bo'ladi, hech nima qilmaydi. Qanchalik silliqlab buni presslaganingiz sari tirishingiz maydalashib ketaveradi. Shu tomonda. Bu o'zi yarim soatlarda yorilishni boshlaydi. 1 soat, 1,5 soatda to'liq yoriladi. Qotishi o'rtacha shu 3 soat, 4 soat atrofida qotadi. Chaqlasa bo'ladi. Hozir yalg'andan keyin u uzorlar yo'q bo'lib ketadimi? Mana hozir. Va qisman qoladi. Masalan, qisman qolgani ham yoqmaydigan bo'lsa, masalan, sizga buni chaqlasiz bo'ladi. Buni o'sha 320 talikdan boshlab, keyin 400 talik, 500 talik, 1000 talik, 2000 talik qilib, как Vensan singari polni chaqlab olsangiz ham bo'laveradi. Vensan effektini ham beraveradi. Muammosi chaqlaverasiz. Ya'ni ko'pincha abreyslarda chaqlab ko'rsatmaymiz, sababi asosan patolog nima joylarga ishlatishgan uchun chaqlaganda chang ham juda ko'p chiqadi. O'shaning hisobiga ustalarga ham qiyinchilik bo'lmasin deb abreyslarni imkon qadar chaqlamasdan qilib beramiz. Lekin chaqlab qilsangiz sifati nihoyatda chiroyli chiqadi. Faqat shu o'zidan mehnat talab qiladi.